Assalomu alaykum everybody. Hamma yaxshimisizlar? Sizlar men Abduqodir Dilshodbek 5 yillik tajribaga ega full stack senior darajadagi dasturchi. O'zimning darslarimni YouTube kanalda chiqarib borishni boshladim va birinchi bo'lim bu HTML. HTML nima? HTML ya'ni bu qisqartma so'z bo'lib, uni uzaytirilgani Hypertext Markup Language. Hozir sizlarga qisqacha kirishni tushuntirib beraman. Hozir kiramiz. Xo'sh, o'z dasturlashtiramiz. Biz shuni bilib olishimiz kerak. Bizga nima kerak? Boshlang'ich front-endchilar uchun qarayman. Mayli cho'tka misol bormi? Qarayman. HTML ya'ni odamni tanasi, odamni skeleti, u harakatlanmaydi. Shunchaki skelet, ya'ni uni tanasi ham unaqa dizayni ham yo'q, u hech narsasi yo'q. Tanasi ham oddiy skelet. Ya'ni o'sha saytimizning ko'rinishini oddiy suyagini biz ham HTML da quramiz. Keyingisi CSS. CSS ham bu ham qisqartma so'z. Buni uzatmasi cascading sheet style, kaskadlarga style berish degan ma'no anglatadi. Hozir ko'rishingiz mumkin bu yerda odam, ya'ni chiroyli ko'rinishi kelgan oddiy suyakdan. Bu degan nima degani? Biz ham saytimizni shunaqa chiroyli dizaynini CSS da yozamiz. Keyingisi mana JS. JS ham qisqartma so'z, uzatmasi JavaScript. JavaScriptni ko'rishingiz mumkin. Tomirlar odamni harakatlanishi. Biz ham saytimizni harakatlanish, effektli narsalarni hammasini JS da qilamiz. Ya'ni JS da. Ya'ni dasturchilar nima qila olishi mumkin keyinchalik degan savol keladi. Qaranglar, hamma dasturchining orzusidagi joy hozir bu вообще yerdoqim qoldi hozir. Mana Google Company qidiramiz. Menga yo'qsizlarmi? Manaqa joylarda ishlash, bunaqa joylarda ishlash uchun takashto ruscha gapirish uchun короче, men kursimni o'qish kerak mana bu joylarda ishlash uchun. Men o'zingiz ishlamaysiz, xudo xolasa inshaalloh yaqinda biz ham bu yerlarga boramiz. Keyingisi Apple kompaniyasi bor. Bu yerda ham cho'tki ishlar bor. Keyingisi Amazon bor. Amazon o'ta cho'tki o'qisangiz mana shunaqa kompaniyalarda siz ham ishlashingiz mumkin ishchi bo'lib. Buning uchun faqatgina harakat. Keyin bo'lsa o'zi portfolio yaratishingizz kerak. Portfolio. Hozir portfolio GitHub accountdan chiqib ketdi. Kiramiz hozir GitHub accountga. Короче, hamma o'ziga hozir to'xtab turib tasdiqlab oling. Kirdi. Bu meni GitHub accountim. Короче, men bu yerda bir jenicha portfolio, jenicha sal yaxshi, buni keyinchalik yaxshilaymiz. Bu portfolio. Har bitta dasturchilar bo'lishi kerak bo'lgan narsalar. Bunday qismda scrolllar. Keyinchalik hammamiz shu etaplarni tugatgandan keyin shunaqa portfolio yasaymiz. Mana bu Telegram botam bo'lgan. Nima deysiz? Deyqsa faydat xullas shu. Chunki botim bloklangan vaqtda Telegram hamma botlarini bloklab qo'ygan. Aytgancha keyin men sizlarga cho'tki botlarni yasash o'rgataman. Xullas dasturlashga doir sal bo'lsa kirishi tushuntira oldim deb o'ylayman. Hozir endi biz tartib bilan ketishimiz kerak. Tartib kerak. Algoritm tartib. Hozir chiqib ketamiz. Misol uchun mana hammadan bilmadim, hammadan emasmi? Короче, ikkita disk bo'ladi. Birinchisi C disk, ikkinchisi D disk. Agar C disk mashaqqa hamma ma'lumotlarni tiqib bu asosiy o'yini bo'ladi. Asosiy o'yinda ma'lumot ko'paygan uchun kompyuter qotadi. D disk. D diskda короче ikkinchi disk bu
hard disk bo'ladi, qattiq disk, ruda disk. Aylanadigan. O'z deb aylanadi, yurish ekan, ash disk bo'ladi. Bunda uncha nagruska tushmaydi kompyuterga. Короче, shunaqa gaplar. Shu yerga boshlashga ko'pgina faktorlarni o'rnagan. Ctrl Shift bilan bosib, yangi papka sezib qilamiz. Yangi papka sezib qilamiz. Buni nima deymiz? Close deymiz. Buni cheklamiz. Yangi papka sezib qilamiz. Xatlarni va HTML. Ishni cheklamiz. Ctrl Shift bilan. Bosh kichkina bo'lishi kerak. Bizatini. Rasm, chiziqcha, nomerlar. Papka ochamiz. Shunday bo'lamiz, respectli dars qo'yamiz. Yapamiz. Hozir karadani kompyuter uncha zo'r emas. Shunday menga ko'pchilik yozibdi, maqtanib qo'yaman. Buni ko'rasizlar 1 terabayt. Просто daydisini sekin ishlaydi o'shaning uchun. Keyin dasturchi kerakli bo'ladigan extensionlar. Короче, nimalar to'xtalishimiz kerak bo'ladi biz. Meniki, короче, shevani to'g'risini qo'pol aytganda, shevani o'zim shevani gapiraman. Men bu yerga, короче, auto mana 16 million sketch qilgan, shuni tortamiz, men tortganman. Undan keyingisi auto close tag man ko'rsatgan ekan. Buni 3 million sketch qilgan, shuni tortish kerak обязательно. Undan keyingisi pretty list. Короче, koddan cho'tka qilib beradi. Men 3 million tortib qo'yganman. Buni JS fayliga yuklab nazorlat qilish kerak. Короче, men shuning uchun eringanim uchun shuni tortganman. Tayyor. Keyingisi qanaqa session bo'ladi? Boshlang'ich. Live server ma ko'rishim mumkin. 72 million tortgan, shuni sketch qilishimiz kerak. Обязательно. Keyingisi material item. Mashina oxiriga o'ziga yoqqan tortib olishingiz kerak emas, albatta. Markani tortishingiz kerak. 32 million kishi tortgan. Shuni sketch qilishimiz kerak. Hamma narsani sketch qilib bo'lgandan keyin bismillah deb men bu yerga o'tamiz, yana qaytamiz. Men bu yerga index.html html deb ketsa bo'ladi, xatam. Bu ham bo'laveradi, lekin html deb o'tgan afzalroq. Короче, kirdik. Shunaqa narsa turadi. Shift 1 bosamiz. Unda chiqadi. Hozir. Zaynabda diskim o'zi ham hozir yoqdim kompyuter shunga yo'qotyapti. Uncha qotmasdi. Shift 1 bosamiz. Unda chiqadi. Zaynab bor. Hozir ozgina kutaylik, yuklansin. Unda disk sekin aylanyapti-da. Toshkentcha şey bo'ladi. Короче, shift 1. Nima yo'qotyapti desam, zaryadkam kam qolgan ekan. Voy Zaynab. Hozir zaryadga qo'yamiz. Anenda qotmaydi. Zaynab o'zi kam qolsa bo'lib qotadi. Shunda bosib sabr. Endi kiramiz, shift 1 qilamiz, enter bosamiz. Men ko'rishim mumkin, tayyorni chiqaraveradi. Tayyor. Boktab html. Xat. Bu boshlanish qismi meta UTF-8 bu 1 dan 8 gacha bor. Keyin title document. Bu bo'limlar bilan yana keyingi mavzular tanishib chiqamiz. Keyin batafsilroq. Xullas sizlarga birinchi o'rgatadiganim HTG. HTG o'zi nima? Uni qayerlarda ishlatiladi? HTG bu sarlavha, title'larga ko'proq ishlatiladi. Title, ya'ni Zaynab obesiga kirib ketib qoldi.
Короче, Google'ga kiraydi. Misol uchun qaysi kompaniya bor? GitHubga kiraydi. GitHub mana shu yerda H1 kodda yozilgan. Misol uchun salohda u. Misol uchun home yo bu home H1 dan emas, hozir GitHub ematdan. Shunga kiraydi. Shunga kiraylik. YouTube'ga kirdik. Misol uchun qayerga H1 yozilgan. Misol uchun mana bu yerda bu H1 emas, bu tag H5 yo H4 lar atrofida mana bu yerda. Hozir kodni tushuntiraman. Короче, mana bu H1 enter bosamiz. Tazat qiladi. Endi buni ichiga hamma dasturchi birinchi bu o'sha professional Google SEO'larda ishlaydigan Google yaratuvchilari shunaqa narsa bilan boshlagan. Hello Короче, hozir GitHub Copilot yoqibdi. O'zi avtomatik kod narsa qiladi. Bu yomon narsa. GitHub'imga hozir sajat qilganimga akkauntim mana VS Code bilan bir xil bo'lgani uchun GitHub Copilot'ni mana VS Code'ga tiqishtirib taka что GitHub Copilot qanaqa bir AI ishlatmaslik kerak. Shuni kuchaytirish kerak. Ko'rdinglarmi? Musorda bu. Musor o'zi. GitHub Copilot'ni hozir GitHub Copilot hozir o'chirib qo'yish kerak. Hozir eminda hozir ozgina vaqt ketadi. Hozir. Everybody. To'xtaylik. Ko'ramiz. Minutga Copilot tortgan GitHub Copilot. Copilot. GitHub Copilot. Install. Getting message browser. Tamam. Darsga qaytamiz. Xullas H1 gaplashayotgandik. H1 Hello World deb yozildi. Endi nima qilamiz? Sichqonchani chap tomonini o'ng tomon shuni bosamiz. Open with live server chiqadi. Shuni ustiga bosamiz. Va bizni Google Chrome'ga o'tadi. Mana Hello World. Biz birinchi sarlavhamizni chiqardik. Короче, hozir unchalik kayf bermayapti. Lekin birinchi o'zgar mashina qilgan nimaga o'tdi вообще u. Ana miyada cho'tki narsalar o'tib ketadi. Kimdir o'zimdan Bill Gates, Elon Musk deb tasavvur qilganmanda ketdi. Keyingisi H'ga nima desa bo'ladi? Salom. Kopiya qilamiz. O'zimizni qiynamaymiz. H2, H5. Sizlar bunday pastga tushmayotgan bo'lsa H5 desanglar, H4, H2 desanglar hammasini avtomatik chiqarib beradi. Mana shunchaki narsa qildim xolos. Zaynab pufayim urib ketdi. Uyat Zaynab yuragim. Nimaga haydang deyapman? Chunki ular bunaqa title bo'lolmaydi. Hello World deganim sababi bu katta title ajralib turishi kerak. Salom deganim sababi bu ikkalasi title bo'la oladi, lekin men bular pastdagilar title bo'la olmaydi. Men ko'rishim mumkin. H6gacha. Edi.
Ya misol uchun bog'da H7 bunaqa narsalar yo'q mana. H7 deydigan bo'lsa bunaqa narsa yo'q-da bayram. 1 2 3 4 5 6 7 chiqmadi. Chunki H7 yo'q. H degilar faqat 6 tagacha. Bir razmer kichkinalashib ketadi. Misol uchun hello. Mana ko'rishingiz mumkin. Salom dunyo. Keyingisi heading. Mana keyingisi ham heading. Bularni qayerda ko'rishingiz? Просто beshangiz kun.uz kiramiz. Mana hamma o'sha men hozir aytgan narsalar mana bu pakashli H-word, oddiy H-word. Mana ichilarini hozir o'tamiz. Ularni hozir tushuntiraman. Keyin darsga qaytamiz. H degilar tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sarlavha qilishda bo'lmaydi. Misol uchun buning ichiga любой narsa deyishadi. Bu narsa so'zladi. Любой narsa so'zladi. Любой narsa so'zladi. Endi любой narsa deganingiz jinamaslar o'zingiz. Любой narsa so'zladi. Keyin yana kompyuterda shortkatlarni o'rgatib ketsam, bilmaydiganlar uchun biladiganlar bo'lsa zo'r yaxshi. Misol uchun mana ko'rdim shuni o'chib ketib qoldi. Bilmasa space tashladim, nimadir yozilib ketdi. Buning uchun nima qilamiz? Xotirlanmaymiz. Oddiy Ctrl deb qo'ying, control. O'shan bo'lsamiz, keyin Z. Ctrl Z. Ko'rishingiz shuni kodimni orqaga qaytarib berdi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar ko'p orqaga qaytarib olgan bo'lsangiz, o'ta ko'p orqaga qaytarib oldingiz, Ctrl Y. Ctrl Z. Bu narsa bo'ldi Ctrl Y. Ctrl Y oldinga, Ctrl Z orqaga, Ctrl Y oldinga, Ctrl Z orqaga, Ctrl Y oldinga, Ctrl Z orqaga. Keyin komment ochish hozirda o'rgatib ketay. Komment ochish qanaqa bo'ladi? Ctrl slash, ya'ni shift oldirib slash masalan bo'lsa komment yozadi. Misol uchun qanaqadir komment yozib ketsa, kod yozayotganda katta proyektlar chalib ketmasligi uchun biror narsa boshlaganda mana shu ikki komment yozib ketish kerak. O'shanda chalib ketilmaydi. Misol uchun buni deymiz. Bunun ingliz tilida, chunki dasturlash o'zi ingliz tilini o'rganish ham kerak. Keyingi tegimiz HR. What is this HR? What is this? HR. We do HR in how I use is this? For example, close. Yeah, no. Okay. You have been seeing these items. These are items. Where is HR? Where is HR? HR. I finding HR. 1 minute. I am finding HR. 1 minute. 1 minute, brother. 1 minute. HR. Where is this? Okay. This HR. Kalchi bo'ldi. Qaytamiz inglizcha o'rganish kerak deb qo'ydim. HR mana ko'rishingiz mumkin. Yaqinlashtirib. Mana shuni yonida turibdi HR. Mana shuni chap tarafida mana HRlar bilan o'rab chiqaryapman. HR. Mana shu HR tegi. Tushunarli bo'ldimi? Shunchaki bitta chiziq chizadi xolos bu HR. Bitta chiziq o'tkazib beradi bizga. Keyingisi HR tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bularni shunchaki kallaga kirib qolmaydi bu. Bu takrorlash kerak, vazifa bo'ladi. Keyingi tegimiz bo'lsa P tegi. What is this P? You may have a new question.
Sizda yangi savol tug'ilishi mumkin. Yangi savol bo'lishi mumkin. Okay. P nima? P. Ya'ni kunimizga qaytamiz. P ya'ni mana bu matnlar. Paragraf P oddiy paragraf. So'ng bu yerga Lorem taxlab olamiz. Lorem aytdim. Lorem 30 bo'ladi. Outside. Yana bitta narsani aytib ketay. Vestcode shunaqa narsasi bo'ladi. Vestcode shunaqa narsasi bo'ladi. Manda birorta narsa pastga tushirib, birorta narsa yozsam tepada mana bunaqa belgi chiqib qolyapti. Bu обязательно qo'yish kerak. Qayerdan qilardi Zaynab? Please. A minute. Brother, a minute. Короче, xullas, qayda yoqish esimdan chiqib qoldi. Короче, shunaqa belgi chiqib qolayotgan bo'lsa, sizlarda ham Ctrl S bosamiz. Ctrl C bosamiz. Saqlanadi-ku, keyin chiqadi. Misol uchun yurgani puyda bordim, 10 berdim, oldi. Men 15 berdim, saqlamadim. Men bu dumaloq narsa yo'qolmadi. Yo'q qo'ydim, ko'rinmadi. Yo'q qo'ydim, ko'rinmadi. Endi saqlayman, yo'q qo'ydim, ko'rinmadi. Amanat. Misol uchun saqlamadim. Kodni saqlamasdan burun 100 berdim. Kod Zaynab. Kodni saqlamadim. Qo'lim o'rganib qo'yganda qancha o'xshaydi. Kodni saqlamadim, yo'q qo'ydim. Hech bo'lmadi. Saqladim, o'taman. Bum. Endi bu bo'ldi. Qaytamiz. P paragraf. Ya'ni matnlar yozishda foydalanamiz. P'ni matnlar yozishda foydalanamiz. Aytganimdek, mana bu hammasi paragraf. Bular hammasi paragraf bo'ladi. Paragraf, ya'ni P paragraf. Bu ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Misol uchun buni ichiga bu narsa yozsa bo'ladi. Misol uchun Ronaldo in the world. Ronaldo is the best player in the world. Ko'rishimiz mumkin. Bunga chiqdi. Ronaldo is the best player in the world. Endi komment o'chamiz-da. Paragrafda yozib qo'yamiz. Pastga o'chamiz. Keyingi o'rganadigan tegimiz bu BR. What is this BR? Okay. I explain BR, brother. And if they are each actions pastga ne qilamiz? BR. What is this BR? Sizda BR nima degan savol tug'iladi. Nima bu BR? BR nima? Deb qarab yozish. Shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Men bitta ochiq joylar bor. Ochiq joylar. Ochilib qo'ying. Bular enterni qilish mumkin deb o'ylaysizmi? Yo'q, albatta. Bunda biz BR foydalanamiz. H word nima deymiz? Ronaldo deymiz. Ronaldo. Player name. Ronaldo player name. Portugal deymiz. Saqladim. O'tdim. Player name Ronaldo location. Portugal club Manchester United. Manchester United position Elwin. Ronaldo haqida ma'lumot beradi. Biz ham короче shunda yana joy tashlamoqchimiz bunda. Tashladimmi yo'q? Joy tashladim, pastga tushdim. Yo'q, tushmadi. Bunda biz BR ishlatamiz. BR.
joylashadi. Bu yer joylashadi. Qancha beryapsak 1 pikseldan joy tashlaydi pastga. 1 pikseldan. Misol uchun yana nima demoqchiman? Mana pi ichida hozir. Endi pi ichiga hammasini yozmoqchiman. Qanchalar x qildim. Nega mana yozdim? Oldim. Soldim. Delete qilamiz. Uni saqlaymiz. O'tamiz. What is this? Okay. Mana chiqdi karakterlar. Endi nima qilasan? Player name'dan keyin pastga tushirmoqchilar qo'yganini. Bu yer. P ichiga, P degani ichiga, P degani ichida BR yozdim. BR bu yopiqdek bu BR. BR unaqa ochiqdek emas, yopiqdek bu BR. Yopiqdek degani bittalik deydi, garchi bittalik. Saybalman. BR bittalik deydi. Player name Ronaldo'da keyingi so'zlar pastga tushib ketdi. Location, club, position hammasi pastga tushib ketdi. Endi locationdan keyin L-dan keyin joy tashlayman, BR yozamiz. BR yozdim. Endi locationdan keyingisi ham pastga tushib ketdi. Endi klubdan keyingisiga BR tashlayman. Klubda keyingisiga BR. Mana hammasiga BR. Endi men bu yerga ikkitadan BR qo'ysak, BR. Nima joy tashlayman, BR. No. BR. Okay. BR. Короче, o'sha kodlar jinnicha bir ketgandan keyin o'sha format dokument olsangiz, configure nega print list olsangiz. Zaynab format document ekan. Shift Alt F ekan. Shift Alt F. Короче, o'zi shunaqa formatda ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. BR olib tashlasanmi bo'ladi? BR olib tashlasanmi? Nima bo'ladi? BR qaytaraman. Nima bo'ladi? BR nima? BR ya'ni o'zidan keyingi kelgan taglar pastga surib yuboradi. Joy bermaydi, o'zidan keyingi kelayotgan taglarga joy bermaydi, pastga tushirib yuboradi. Keyingi tagimiz u tushunarli deb o'ylayman. BR xohlagan yerga yozsa bo'ladi. Mana shu manbadan chiqib ketmaslik kerak. Body bilan HTMLdan tepada ko'rib yoziladi. Bu pastda hisoblanadi. Past deganda mana PNG-ga bo'ladi. Qanaqasiga? Qanday? Короче, yozib bo'lmaydi. Qanaqasi yozib ketdim, hayronman. Yozib bo'lmaydi. Hatto keyingi tag bilan keyingi tagga o'tsak, keyingi tagimiz H tugadi, paragraf tugadi, BR tugadi. Keyingisi inputlar bilan gaplashamiz. Input. What is this input? Zaynab. What is this input? Input yozamiz. Bitta chizib olamiz. Короче, mana chizildi. Endi inputlar bilan tanishamiz. Input nima? Input type'lar juda ko'p. Mana Control space qilsangiz millionta narsalar chiqadi. Hammasini vaqt kelganda sizlar bilan o'rganib ketamiz, boshlaymiz. Hozircha bizga text kerak xolos. Input text. Okay, text. Control C. Input mana chiqdi, ko'rishingiz mumkin. Input ya'ni bu ichiga narsa yozsa bo'ladi. Qayerda bu? Instagram kiramiz. Sholcham kirish.
kirish loginman. Misol uchun bergan nimadir yozyapti, bergan nimadir yozyapti. To'g'rimi? Bergan. Просто buni dizayni boshqacha, bu dizaynni keyin CSS'da qilsa bo'ladi, oson hammasi. Xo'sh. Keyin esa inputni type'lar juda ko'p dedim. Keyin esa bu password, ya'ni qul o'zbekchasini oldirdi. Password o'zbekchasi so'z bor ekan. Password o'zbekchasi, короче, o'sha tilim kelmaydi. Короче, menga password deb qo'ygan. Password yozsak, nuqta chiqyapti. Bunday qilamiz. Endi o'zim sistem bor bu. Mana yozsak, tamom mana. Tamom. Bunda ko'rinyapti, chunki buni type nima? Text type. Buniki ko'rinmayapti. Nimaga? Type password. O'shanda qo'yib chiqadi. Agar type teng bo'lsa, textga yozuv ko'rinadi. Agar type teng bo'lsa, passwordga hech narsa ko'rinmaydi. Hech narsa. Keyinchalik shunaqa loginlar yasaymiz. Inshaalloh shunaqa loginlar yasaymiz, kuzatib borsanglar. Keyingi bu tek tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Menimcha darslik tushunarli ketyapti. Kommentariyaga shu izohlarni yozib ketishinglarni so'rayman. Dars yaxshimi yo yomonmi? Yaxshi o'tibdimi, yomon o'tibdimi? Hammasini yozib ketinglar. Xohlasanglar negativ, xohlasanglar tushunarli yozib narsalar ketishinglar mumkin. Короче, tilim bilishmay qoldi. Okay. Next. Input tugadi. Keyingisi chuqur kirmayapti. Hozir shunchaga kirib ketyapti. Shu inputni misol uchun chuqur o'rganishingiz kerak. Misol uchun input. Meni type'lari juda ko'p dedim. Hamma type'larni u o'tishga uzayib ketadi. Keyinchalik o'tmayman hammasini. Buni input mavzusali kichkina mavzu emas inputdan. Keyingi mavzu korоче. HTML tugadi, paragraf tugadi, BR tugadi, input tugadi. Yana qaysi biri qoldi? Endi albatta yozganda nima qilamiz? Login qilishimiz kerak. Login qilishimiz kerak. Bu login nima? Bu login input emas. Bu bosadigan. Ya'ni button, btn. Aytana. Men btn deb o'sha chiqarib beraman. Btn so'rachim. Hozir nima shekilda bizga nima kerak? BR kerak. BR yozib qo'ysak. Orası ochildi. Misol uchun nimadir yozdik. Короче, bu keyinchalik katta loginda password olmadi. Ro'yxatdan o'tish kerak. To'g'rimi? Shu btn o'sha deb bo'lsa mana bu ma'lumot bazaga saqlanadi. Keyinchalik uni ko'rib chiqamiz yani. Короче, inputdagi ma'lumotni, inputdagi value qiymatini oladi-da. Keyinchalik misol uchun qanaqa birorta sayt qildingiz, login qurdingiz. Короче, registratsiyaga o'tyapti, sign up bo'limiga o'tdi. Sign up bo'limiga o'tgandan keyin ro'yxatdan o'tdi. Ismini kiritdi, ro'yxatdan o'tishni bosdi. Ya'ni sign up'a bosdi. Sign up'a bosgandan keyin qayerga saqlanadi ma'lumot? SQL yoki Cloud yoki MongoDB. Ya'ni for example, Prisma, Ant, ya'ni ko'plarni bilaman. Hozir ya'ni kiborlik qilib qo'yman. Короче, shu databazalarga saqlanadi. Databazalarga saqlanadi. Saqlangandan keyin chiqib ketdi, akkauntdan kirmadi. Keyin sign in короче, esdan chiqarib qo'ydi sayt userni. Lekin ma'lumot databazada saqlanib turibdi. Sign inga o'tadi. O'sha kiritgan ma'lumot username, parol, passwordini yozadi. Misol uchun nima desam bo'ladi? Menga Qodirov deb yozdim. Lekin men passwordni nima bo'lishi mumkin? Passwordim desa deb tashlaganman. Короче, bo'ldi. Men sign in qilishim kerak. Sign inni bossam, sayt o'zi olib kirib ketadi. O'sha bosadigan narsa, ya'ni button mana shu bo'ladi, button. Button mana shu bo'ladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi tegimiz, ya'ni link
Misol uchun hozir tushuntiraman. Короче, HR chizdik. Bu tartibli sizlar tushunarli bo'lishi uchun shunaqa HR chizliklarni ertaga nimalar qila oladi, ertaga qo'llar nima keladi o'zi deyishingiz mumkin. Deb enter olsangiz mana bunaqa tayyor narsa chiqaveradi. Xraf nima? Xrafga nima yozamiz? Biz saytni linkini yozamiz-da, bu xrafga. Misol uchun nima deyishimiz mumkin xrafga? Bu ya'ni linkda yig'dim beka o'tib ketadi-da, ustiga bosib https https://com dedim. Keyin mana ko'rshilamga chiqmadi. Nimaga chiqmadi? Chunki men nomim browser yutdim. Chiqmadi. Yozaman. Yozsam, bitta bo'lsam. Boom! Kirib ketdi. So'ng haqiqatda targetini blank qo'ysak. Endi tutsak, qarang. Target yozmadim. Ne qildim? Mana shu sahifani o'zida yutib o'chilyapti. Mana shu sahifani o'zida. Orqa qaytaman. Qaytaman. Windows yozaman. Endi men bitta o'sha dokument. Короче, biz live-serverimizda emas, yangi new tab ochildi. Yangi new tab bilan kirib ketyapti. Ko'rish mumkin. Axir shunaqa narsa misol uchun Telegram Telegram o'tarim. Mana shu Telegram bo'ladi. Taklif sayt qurish, ya'ni qanaqa kurslarim bor. Pro darajaga cho'tib kurslarim bor. Mana bu hacking va web botlar yaratish. Agar siz dasturlashtirayotgan bot yaratish bilmasangiz, mana shu username avvalda qo'yib, mashg'ul qilsangiz, white hacker nimaga ko'rasiz? Darsga qaytamiz. Shu axir bo'ladi. Menimcha hammasini tushuntirib bo'ldim degan umiddaman. Hamma narsani uchun belgili bo'lmaydi. Narsani qisqartmasini yozib o'tsa bo'ladi. Keyin sizlarga topshiriq. Nima sizlar ustoz emasmi? Bu narsa o'rgatgan sizlarga ustoz bo'ladi. Korchi. Jahon ustuvisi yasatganlashib ketmayapmiz. Korchi. Mayli narsalar o'zini yozib, bu oddiy narsa bo'lishi mumkin emas. P gapirilgan, H'on hammasini ko'rishingiz mumkin. Qilib turib menga yozinglar. Men misolchiman. Hozir bitta narsa tushuntiraman. Ya'ni mana bunchalar narsalarda P tegini ochamiz. P tezlashga A tegini ochamiz. P ko'rishingiz mumkin. A tegga nima deymiz? OX so'zlik keladi. O'sha OX so'zlikni yozamiz.
What is this? What is this? 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Hep olacak kötümen. Erken nasıl çıkış geri gidiyor. Acele acele. Buradan sözürdüler. Geriye. Buradan sözürdüler. Ha. Ne değişir? Olay hadimiz. Olex'e kirib ketdi. Shunaqa narsani ham so'chini bo'ldi. Esladi boshqa ishga bossam, boshqasi просто так targetini blank qilib qo'ysak, o'ziga ham matolar. Yangi sahifada uchradi. Hammaga rahmat, darsni ko'rganing uchun. Bitta obuna, bitta like bosib, qo'ng'iroqchani qo'yish esdan chiqmasin. Hali darsga oldinda startaplar, portfoliolar quramiz sizlar bilan. Abduqodirov bo'ldi. Hammaga rahmat. Yurishda davom eting.